Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan qurilish va migratsiya mashinalarini ishlatish fanidan navbatdagi ma'ruzani o'tamiz. Ma'ruzaning nomlanishi mashinalarga texnik servis uslubini ishlab chiqishning nazariy asoslari deb nomlanadi. Bu ma'ruza bo'yicha quyidagi rejani tuzib olganmiz. Birinchisi servis uslubining asosiy maqsadi, ikkinchisi ta'mir xizmat ko'rsatuvchi tashkilot haqida, uchinchisi nosozliklarni bartaraf etish usuli, to'rtinchisi servis xizmatini tashkil etish. Endi bu yerda mana O'zbekiston Respublikasida zamonaviy suv xo'jaligi mashinalariga firmaviy texnik servis ko'rsatish tadbirlarida mashina operatorlari, davlat umumtar korxonalari, tuman va muqobil mashina traktor parklari va servis markazlarining ko'chma va ko'chmas ustaxonalari hamda dispetcherlari, ya'ni bir nechta ijrochilari qatnashadilar. Mamlakatimiz va xorijiy olimlarning ilmiy ishlari suv va qishloq xo'jaligi mashinalarining ko'p yillik sinash va ishlatish natijalari shuni ko'rsatmoqdaki, murakkab texnik vositalarining butun foydalanish muddatida ishga yaroqli va soz holda bo'lishini ta'minlash ham nazariy ham amaliy jihatlardan bir xil yechimga ega bo'lmaydigan murakkab muammo bo'lib kelmoqda. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, qo'shma korxonalarning firmaviy texnik servisining tezkorligi va sifati iste'molchilarning hozirgi talablariga to'liq javob bermayapti. Chunki servis markazlarining joylashish o'rinlari, qo'shma ustaxonalar soni, xizmat ko'rsatish radiuslari kabi parametrlar ilmiy jihatdan yetarlicha asoslanmagan. O'zbekistonga import orqali kirib kelayotgan O'zmilliyamash lizing davlat korxonasi, bo'lmasa mana Magnum, John Deere, Class, Rossiya kompaniyalari, Volgograd traktor zavodi, masalan Oltoy traktor zavodining texnikalariga samarador firmaviy texnik servis ko'rsatish tizimi shakllantirilgan, ammo uni asoslashga doir tegishli ilmiy tadqiqot ishlari o'tkazilmagan. Mana yuqorida keltirilgan ma'lumotlar asosida quyidagi masalalar hal etilishi talab etiladi. Mana firmaviy texnik servis tizimini mashina ishlab chiqaruvchi, servis ijrochi, servis buyurtmachisi va uning umumlashgan tarkibiy va informatsion modellarini ishlab chiqish. Ikkinchisi, mashinalarning tasodifiy buzilishlari va ularning buzilish va buzilmay qolish ehtimollarini statistik jihatdan o'rganish va asoslash. Uchinchisi, ommaviy firma texnik servis tizimiga kirayotgan talablar oqimini tavsiflash va uning statistik modelini ishlab chiqish. Bundan keyingisi, ommaviy firma texnik servis tizimida nasoz mashinalarga ko'chma ustaxonalar bilan xizmat ko'rsatish vaqtining matematik modellarini tuzish va uning son qiymatlarini aniqlash. Keyingisi, texnik servis tizimidan chiqayotgan talablar oqimini tavsiflash va uning statistik modellarini ishlab chiqish. Hamda bir va ko'p kanalli ommaviy firma texnik servis tizimi holatlarining grafiklari va matematik modellarini ishlab chiqish. Keyingisi, tizim parametrlari, ya'ni nosoz mashinalar yuzaga keltirgan navbatning o'rtacha uzunligi, nosoz mashina xizmat ko'rsatilishini kutishga sarflagan o'rtacha vaqti, nosozlikka xizmat ko'rsatish intensivligi va boshqalarni, ya'ni asoslash va ularning statistik modellarini tuzish. Ana firmaviy texnik servisning asosiy maqsadi nimadan iborat? Mashinaga o'tkaziladigan texnik servis shaklini aniq sharoitlar uchun takomillashtirish va foydalanish xarajatlarini kamaytirishdan iborat. Quyida masalan mashinalarga texnik servis uslubini ishlab chiqishning nazariy asosini ko'rib o'tamiz. Bu yerda mana mashina va texnologiya jihozlariga texnik xizmat ko'rsatish va ta'minlash tizimini ommaviy xizmat ko'rsatish va kutishdan iborat bo'lgan yopiq tizimdan iborat. Mana birinchisi, mana ishlayotgan mashina va jihozlar bo'lsa, undan keyin undan axborot, demak operator, ya'ni dispetcher. Endi bu yerda dispetcher, undan usta sozlovchilar, undan keyin dispetcher hamda ko'chma zveno bevosita, demak ishlayotgan mashina va jihozlarga xizmat qiladigan bo'lsa, operator va dispetcher, demak bevosita o'sha ishlayotgan mashina va jihozlarga. Undan keyin usta sozlovchi, demak ham bevosita o'sha ishlayotgan mashina va jihozlarga xizmat ko'rsatadi. Mashina va jihozlarning ishlamay qolish va nosozliklarni bartaraf etuvchi xizmat ko'rsatish tarmoqlarining o'zaro bog'liq sxemasi mana shulardan iborat. Endi bu yerda aniq ishlab chiqarish sharoitida mashinalar va jihozlar majmuasida bir nechta buyurtmachilar bo'lishi va navbatlar yuzaga kelishi mumkin. Bunday holatlarda mashina yoki jihozlar ishlamay turib,
qolganda ishlab chiqarishga unchalik iqtisodiy zarar keltirmaydigan buyurtmachilarga birinchi bo'lib xizmat ko'rsatish maqsadga muvofiq bo'ladi. Mana buyurtmalar oqimining summasi mana quyidagi demak ko'rinishda bo'ladi. Ya'ni bu yerda texnik xizmat ko'rsatish hamda ta'mirlashlarning sonining yig'ilishdan iborat. Bu yerda mana shu ko'rsatma mana shu ifoda orqali demak aniqlanadi. Endi bu yerda jami buyurtmalar oqimining zichligi masalan lambida o'sha melioratsiya va qurilish mashinalari bo'ladigan bo'lsa, bir bo'ladigan melioratsiya mashinalari uchun lambida bir bo'lsa, qurilish mashinalari uchun lambida ikki, buldozerlar uchun lambida shu va boshqa nosozliklardan tashkil topgan bo'ladi. Murakkab bo'lmagan mashina nosozliklarining ma'lum qismini operatorning o'zlari yoki ta'mir xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar ishlanganlarni bartaraf etish hisobga oladigan bo'lsa, bu holda buyurtmalar oqimining zichligi lambida mana keyingi ifoda bilan demak aniqladi. Mana lambida bu yerda mana mana bu formada ta'mir xizmat ko'rsatuvchi tashkilotning nosozliklarni bartaraf etish ulushi bo'ladigan bo'lsa, bu taxminan 0.5 ga teng bo'ladigan bo'lsa, T'lar esa mos holda mashina va jihozlarning markalari bo'yicha nosozliklar sodir bo'lguncha ishlashga sarflanadigan o'rtacha vaqti bo'ladi. Undan tashqari mana ta'mir xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlarga tushadigan nosozliklarni bartaraf etish buyurtmalar oqimini ta'mirdan chiqqan detal va o'zillarni almashtiruv fondi demak tashkil qilish yo'li bilan kamaytirish mumkin. Bunday tadbir ko'chma zvenoning yuklanishini kamaytiradi. Texnologik oqim qatorini bekor turib qolish vaqtini qisqartiradi va natijada mahsulot yo'qotilishi oldi olinadi. Bu ta'mir xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlarga murakkab nosozliklarni bartaraf etish va dvigatelar va boshqa jihozlarni almashtirish kabi ulushlarni qondiradi. Xizmat ko'rsatish dadilligi quyidagi ifoda bilan aniqlanadi. Bu yerda mu, demak bu yerda T esa xizmat degani bitta nosozlik bartaraf etish uchun sarflanadigan o'rtacha vaqt. Endi bu yerda mana harakatdagi ko'chma zvenolar va bitta nosozlikni bartaraf etish vaqtining o'rtacha davomiyligi mana quyidagi ifoda bilan topiladi. Bu yerda masalan o'sha barchasi o'sha nosozliklarning sodir bo'lishi va ta'mir xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlarga buyurtmani yetib kelishgacha bo'lgan o'rtacha vaqti bo'lsa, bu yerda soatlarda berilgan. Ikkinchisi ko'chma zvenodan tayyorgarlik ko'rishi va yo'lga chiqishga ketadigan o'rtacha vaqti. Uchinchisi esa obyektga yetib borishga sarflanadigan o'rtacha vaqt. To'rtinchisi nosozlikni bartaraf etishga sarflanadigan o'rtacha vaqt bo'lsa, beshinchisi obyektgacha bo'lgan o'rtacha masofa va oltinchisi ko'chma zvenoning o'rtacha harakatlanish tezligi. Mana shular hammasi demak inobatga olinadi. Endi masalan ma'lum vaqt oralig'ida nosozlikni bartaraf etish buyurtmalarining tushish ehtimolligi mana P0 deb hisoblaydigan bo'lsak, bu yerda vaqt oralig'ida buyurtmalar soni, ya'ni dona nechtadir dona bo'lsa, lambida buyurtmalar oqimining zichligi hisoblanadi. Agarda o'sha nosozliklar bartaraf etish buyurtmalarining tushish ehtimoli P0 masalan 2 dan ortiq bo'ladigan bo'lsa, u holda 2 va undan ortiq qo'shma zvenolar bo'lishi lozim. Bunday hollarda resurs tejamkor nuqtai nazaridan maqbullashtirish mezoni texnologik mashinalar va zvenodagi usta sozlovchilarning bekor turib qolish vaqtlarining eng kam miqdorda bo'lishiga to'g'ri keladi. Endi mana mashinalarning to'xtab qolishidan vaqtning yo'qotilishi texnologik zanjirdagi keyingi zvenolarning ishiga ham ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun mashinalar vaqtining yo'qotilishi ko'chma zvenoni yo'qotadigan vaqtdan katta bo'lishi mumkin emas. Shundan kelib masalan maqbullashtirish mezoni quyidagicha aniqlanishi kerak. KM. Bu yerda M degani suratda turgan ko'rsatkich ixtisoslashgan zveno bilan sozlanayotgan mashinalar soni bo'lsa, demak maxrajdagisiga xizmat ko'rsatishni kutayotgan mashinalar soni. Bular hammasi donada. Shuncha mashinalar xizmat ko'rsatish donada beriladi. Endi ta'mir xizmat ko'rsatuvchi demak hamda texnik servis tashkilotlar joylashtirishning iqtisodiy samarasini quyidagi formulalar bilan aniqlash mumkin. Bu yerda ESB ta'mir xizmat ko'rsatuvchi tashkilot bazasidagi texnik xizmat ko'rsatish punkti tizimi faoliyatini keltirgan
xarajatlar, ya'ni bir yilga shuncha million so'mda va ESP esa taklif etilayotgan texnik servis tizim faoliyatini keltirgan xarajatlar, bu ham bir yilda shuncha million so'm tashkil etadi. Endi texnik servisni joriy etishning maqsadiga muvofiqligi mashina va jihozlarning unumdorligini oshirish evaziga kam qo'shimcha xarajatlar bilan katta daromad olishni nazarda tutadi. Daromadning ortishi mashina va jihozlar nosozliklarini bartaraf etishda kam mehnat sarfiga erishish va qo'shimcha ishlar hisobiga bo'ladi. Buning uchun quyidagi shart bajarish kerak. Ya'ni bu yerda SE yetishmaydigan texnika va jihozlardan foydalanish uchun sotib olishga sarflanadigan texnik servisning qo'shimcha xarajatlari million so'mda bo'lsa, EM esa ish unumdorligini ortishi hisobiga olingan qo'shimcha mahsulot narxi, ya'ni million so'mda va SS nosozlikni bartaraf etish narxining kamayishi, ya'ni ehtiyot qismlar va boshqa materiallar sotib olish, servis xizmati ishchilariga ajratilgan maosh xarajatlari va hokazo. Endi bu yerda qo'shimcha kapital qo'yimlari qoplash muddati o'sha tasa, masalan, quyidagi shu formuladan topiladi. Bu yerda texnik servis tashkilotlar joylashtirish va tashkil etishning jami iqtisodiy samarasi esa mana shundan iborat, ikkinchi formulada iborat. Bu yerda S ishlab chiqarish obyektiga sarflangan qo'shimcha kapital qo'yilma million so'mda bo'lsa, E esa texnik servis tashkilotini joylashtirish iqtisodiy samarasi hisoblanadi million so'mlarda. Va demak shunday qilib mashina va jihozlarning jadal eskirishi, miqdor ko'rsatkichlarining kamayishi, texnik xizmat ko'rsatish punktlari, ta'mir xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlarning firmalar, diler markazlarini va ko'p funksiyalni ta'minlovchi texnik servisning roli va ahamiyatini oshiradi. Ommaviy xizmat ko'rsatish nazariyasi asosida ishlab chiqarilgan nosozliklarni bartaraf etish matematik modeli kompleks mashina va jihozlarni bekor turib qolish koeffitsiyenti qiymatlarini texnik servis shakli va tashkil etilishi bo'yicha baholash imkonini beradi. Taklif etilayotgan uslub harakatdagi ko'chma zvenoning mashina va jihozlarga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlashdagi kerakli ishchilar sonini aniqlash va aniq sharoit bo'yicha texnik servis tashkilotini joylashtirishni asoslab beradi. Shu bilan o'rtoqlar, yana qo'shimcha tushunmovchiliklar, savollar bo'ladigan bo'lsa, adabiyotlar ro'yxat keltirilgan, mana o'shadan foydalanishingiz mumkin. Undan tashqari mana o'qituvchining elektron manzili berilgan, mana shunga murojaat qilishingiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat.